Assalomu alaykum. Sizlarni ilk YouTube videomda ko'rib turganimdan xursandman. Bugun navoiyliklarning futbol bo'yicha bilimlarini sinab ko'ramiz. Qani? Kelinglar 2 ga 1. 2 ga 1 kel. 3 ga 1 jiyan keldim abi, jiyanim orqadan yur. Xullas futbol bo'yicha 3 ta savol beraman. Agar topsang, futbol forma saniki bo'ladi. Birinchi savolim, oltin to'pni eng ko'p yutgan futbolchi kim? Lionel Messi. Bilmayman. Futbolga qiziqmayman-da men. Butun O'zbekiston biladi-ku. Boshqa savol bering. Bundan eng osoni shu o'zi. Realmi? Messi to'ppa to'g'ri. Messidan qayinni bera keling. Messi futbolga qiziqmayman. Messi bo'lsa kerak. Da Messi to'ppa to'g'ri javob berdi. Lionel Messi. Lionel Messi. To'ppa to'g'ri. Ronaldo bo'lish. Messi. Messi. Futbolchi kim? Messi. Messi, ha? Oltin to'p Messi. Messi. Ko'ramiz kim shu formani yuta olgan. Ikkinchisi, eng ko'p oltin to'p yutgan jamoa vakillari kimlar? Barselona. Hop, yana bitta bor. Barsa bilan Real Madrid. Real Madrid to'ppa to'g'ri. Barsa. Barsa, ikkinchisi ham bor. Barsani sherigi. Real. Eng ko'p yutgan. Barselona. Barsa, ikkinchisi Real. Jamoalar. Madrid. Real, yana bittasi Barsa. Real Madrid. Yana bittasi ikkitada teng ikkalasida. 12 tada. Barsa. Barsa. Barsa, ikkinchisi Real. shunaqa. Barselonada nega? Barsa, okey. Argentinada. Yo'q. Mana Barselona. Real bilan Real bilan Barsa. Okey. Barsa Bittasi Barsa, endi ikkinchisi Barsa bilan Realda. Real. Hech kim agar shu savolim javobini topolmasa, shu YouTube'imga podpiska bo'lgan odamga forma sovg'a qo'yaman. Oxirgi savolim, eng ko'p o'sha treble yutgan hamda birinchi bo'lib treble'ni qo'lga kiritgan jamoa. Real Madrid treble qilmagan. Arsenalmi? Yo'q, Arsenal ham treble qilmagan. Qiyin savol bo'ldi. O'ylab ko'ring. Jonda. O'shanga treble deylar. Real Madrid treble qayd etmagan. Realchimisan deyman. Menimcha Real Madrid bo'lsa kerak. Yo'q, Real Madrid umuman treble qayd etmagan. Birinchi bo'lib Real Madrid. Yo'q, Real Madrid treble qayd etmagan. Nima qaysi? Treble? Birinchi bo'lib. Xullas 3-savolni o'zgartirishga qaror qildim, chunki sal odamlarga qiyinlik qilyapti. Bu formani esa kimgadir berib yuborishimiz kerak. Sizlar ushbu savol, ya'niki futbol tarixida birinchi bo'lib treble qayd etgan jamoa qaysiligini kommentariyaga yozib qoldiringlar. Obuna bo'lishni unutmanglar. Random orqali g'olibni aniqlab, unga forma sovg'a qilaman. Treble qayd etgan 3 ta komandadan ayting. Qachon qidiradi? Qachon topadi? Nima dedingiz? Charchamang. Eng ko'p treble yutgan jamoa 3 ta. Eng ko'p treble yutgan jamoa top. 3 ta, 3 ta. To'xtang, topa 5 minut topib turing. Ketdik, tuga. Tugamadi. Men buni olaman hozir. Ketdik. Yur. Barsa deylik, unisi taxmin ketdi. Ha, Barsa. Yo'q, Real qayd etmang. Bilmadim qayshini aka. O'ylab ko'ring. Manchester City, Aha, Barsa, aha. Real. Yo'q. Real treble qayd etmagan. Realchimisiz? Yo'q, to'xtang. Barsa, Barsa, City bor. United keyin. Manchester United. Bo'ldi, masala yo'q. Yutib charchab ketdim, ishonmayman. Birinchi videomizda mana va nihoyat tugatdik. To'g'risini aytaman, terlab ham ketdim, havo ham issiq. Sizlar esa obuna bo'lib kuzatishda davom etinglar. Bundan-da qiziq videolar chiqaraman, xudo xohlasa. Eng muhimi, boyagi savollar javobini kommentariyaga yozib, o'zlari sovg'alarni yuta olinglar.